4 kunlik qidiruvlardan so'ng Crime Stoppers tashkilotining ishonch telefoniga anonim qo'ng'iroq bo'ldi. Qo'ng'iroq qilgan shaxs qizlar parkda ekanligini aytdi. Ofitserlar qidiruvni boshladilar. Darhol emas, lekin o'rmonli hududning eng chekkasida ofitserlardan biri ayollar kiyimiga o'xshash narsani payqadi. Yaqinlashgach, u bu shunchaki kiyim emas, balki jasadlar ekanligini anglab yetdi. Qurbonlar bir-biridan bir necha metr masofada chalqancha yotishardi. Ularning egnidagi kiyim yechilgan va yoz jaziramasi tufayli jasadlari allaqachon chirib ulgurgan edi. Hamma joyni hasharotlar egallagandi. Hatto tajribali politsiyachilar uchun ham jasadlarga qarash og'ir edi. Dastlab ular bu dahshatli topilmani muxbirlar va jamoatchilikdan yashirmoqchi bo'lishdi. Ammo xabar chaqmoqdek tarqaldi. Randy Ertman jurnalistlar bilan qizining yo'qolishi haqida gaplashayotganida muxbirga parkda jasadlar topilgani haqida xabar keldi. Erkak muxbirlarni uni parkka olib borishga ko'ndirdi. Politsiya ofitserlari Jenniferning otasini zo'rg'a ushlab turishdi. U to'siq lentasidan o'tishga urinib, uning sochi oqish, ayting ulardan birining sochi oqishmi deb baqirardi. U faqat detektiv unga hozircha hech narsa ayta olmasligini va Jenniferning tish kartalari kerak bo'lishini aytganidan keyingina chekindi. Shunda Randy ofitserlar uni hech qachon unuta olmaydigan jasadlar manzarasidan himoya qilishga urinayotganini tushundi.